Olmalar. Zumrad xola har safar nafaqa pulini olganida uzummi, handalakmi, xullas biron bir tansiq narsa xarid qilardi. Bugun nafaqa pulini oldi-da, guzardagi bozorga kirdi. Yupqa gardishli ko'zoynak taqib o'tirgan chuqqi soqqol cholning qimizak olmalari ko'ziga issiq ko'rindi. Yaxshi-yaxshilaridan tanlab oldi. Hovliga kirishi bilan etagiga yopishgan Hasan-Husan nevaralariga olma ulashdi. Kechqurun kelini ishdan kelganida unga ham berdi. Azimjon xizmat safarida edi. O'g'lining ham og'zi tegsin deb ikkita katta olmani shkaf tepasiga yashirib qo'ydi. 3 kundan keyin Azimjon keldi. Zumrad xola bir tizzasiga Hasanni, bir tizzasiga Husanni o'tqizib o'tirgan o'g'lini ko'rib, qaysi kuni yashirib qo'ygan olmalarini olib chiqdi. Azimjon olmalarni huzur qilib hidladi-da, bittasini Hasanga, bittasini Husanga berdi. Ularni karsillatib olma yeyishini ko'rib, onasiga qaragancha muloyim jilmayib qo'ydi. O'tkir Hoshimov daftar hoshiyasidagi bitiklardan.